Syomka boshlangan. Assalomu alaykum hurmatli Instagram foydalanuvchilari. Bugun men sizlarga Bigo Life haqida ma'lumot bermoqchiman. Bigo Life qanaqa platforma va Bigo Lifedan qanaqa daromad qilsa bo'ladi? Siz Bigo Life'ga ozgina vaqtingiz, ya'ni bir kunda 1 soat, 2 soat vaqtingizni sarflagan holda Bigo Lifedan mo'maygina daromad qilsangiz bo'ladi. Bigo Life'da asosan stream qilib pul topiladi. Unga kimlar pul topishi mumkin, kimlar ishlay oladi? Asosan qizlar, chunki Bigo Life platformasida donatorlarni ko'p miqdorini o'g'il bolalar tashkil qilgan. Asosan qizlar yaxshigina daromad topishlari mumkin. Shuning uchun maslahatim 18 yoshdan boshlab bu yo'g'i yuqori qizlarni ishga taklif qilamiz va sizga mo'maygina daromad topishingizda biz yordam beramiz Bigo Life platformasida. Qolganini men sizlarga Telegram yoki WhatsApp raqam orqali tushuntirib beraman. WhatsAppdan yoki Telegramdan yozasizlar, pastda raqamlarni qoldiraman. Aloqaga chiqsanglar, men sizlarga qolganini hammasini to'liq qilib tushuntirib beraman. Qadrdonlarim, yaxshilarim, kim onlayn uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilasiz. Parviz Rasulov, sizlarga rahmat.